Assalomu alaykum azizlarim. Hozir sizlar bilan kibr haqida gaplashamiz. Ilgari kibr haqida yozganimda va darslarda o'tganimda doim negativ motivatsiya berardim insonlarga. Lekin bugun ertalab o'zim prarabotka qilib, konsepsiya degan narsa bor. Bu yangi ochildi Masterkit metodikasida konsepsiyada prarabotka qildim, aynan kibr masalasida ishladim va menga juda ham zo'r осознанияlar, ya'ni anglashlar keldi. Endi mana shu anglashlar bilan bo'lishmoqchiman, o'sha anglashlarda sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Doim qanaqa motivatsiya berardim? İnsonlarga negativ motivatsiya berardim. Ya'ni kibrlanmanglar. Agar kibrlansalaring, nima orqali kibrlangan bo'lsalar, o'sha narsadan mahrum bo'lib qolasizlar deb o'rgatganman har doim o'quvchilarimga va o'zim ham kibrlanmasligim uchun negativ motivatsiyadan foydalanganman. Misol uchun, agar inson sog'lig'i orqali kibrlanadigan bo'lsa, u kasal bo'ladi deb tushuntirganman. Agar inson puli orqali kibrga beriladigan bo'lsa, u pulsiz qoladi. Agar inson farzandlarini aqli, zakovati orqali kibrlanadigan bo'lsa, farzandlari yomon o'qishni boshlashadi. Agar inson erini obro' e'tibori, va erini davlati, puli orqali kibrlanadigan bo'lsa, turmush o'rtog'idan yo ajrashib ketadi, yo turmush o'rtog'i unga xiyonat qiladi, yoki turmush o'rtog'i tomonidan qanaqadir zarbalarni yeydi, yoki turmush o'rtog'ini o'sha puli, obro' e'tibori yo'qolishni boshlaydi. To'g'ri, bu aslida haqiqat, lekin bu negativ motivatsiya hisoblanadi. Shunaqa anglash keldi, lekin rostdan ham shunaqa. Biz qilib turgan amallarimizni negativ motivatsiyadan emas, imkon qadar pozitiv motivatsiya orqali qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni qanaqa? Pozitiv motivatsiya nima o'zi? Pozitiv motivatsiya shuki, biz biror bir yomonlikdan qaytadigan bo'lsak, qo'rquvlarimiz sabab, nimadandir qo'rqqanimiz sabab qaytmasligimiz kerak. Eng birinchi pozitiv motivatsiya bu Allohning roziligiga erishish. Ya'ni biz kibrlanmoqchi emasmizmi? Ya'ni kibrdan voz kechmoqchimizmi? Buni eng tagidagi o'ta pozitiv motivatsiyamiz, ya'ni ijobiy motivatsiyamiz bu Allohning roziligiga erishish va jannatga kirish bo'lishi kerak. Chunki demak, diniy kitoblarimizda, muqaddas kitoblarimizda aytilgan, agar insonning qalbida zarracha bo'lsa ham, xandaqning urug'icha bo'lsa ham kibr bo'ladigan bo'lsa, u jannatga kirmaydi. Demak, eng birinchi motivatsiyamiz bu jannatga kirish, Allohning roziligiga erishish bo'lishi kerak. Ya'ni agar kibrlanadigan bo'lsak, Alloh meni jazolaydi, do'zaxga kiraman. Agar kibrlanadigan bo'lsam, pulimdan ayrilib qolaman. Agar kibrlanadigan bo'lsam, odamlar men bilan munosabat qilmay qo'yishadi, odamlarga xunuk ko'rinaman, odamlar g'iybat qiladi meni, odamlar meni qoralaydi deb kibrlanmaydigan bo'lsak, bu negativ motivatsiyadan, ya'ni qo'rquv sababli kibrdan qaytarilgan, o'zimiz qaytargan bo'lamiz. Qo'rquv sababli. Ya'ni do'zaxga tushish qo'rquvi, yolg'iz qolib ketish qo'rquvi, odamlar bizni tashlab ketish qo'rquvi. Misol uchun tasavvur qiling, siz mijozlaringiz oldida kibrlanadigan bo'lsangiz, ularga yomon gapirib, kibr qilib o'zingizni katta oladigan bo'lsangiz, tabiiyki, u mijozlar sizdan ketib qoladi. Yoki siz o'zingizni, misol uchun, sitvoy marketinglarda ishlaydigan bo'lsangiz, agar siz o'zingizni tagingizdagi shogirdlar, o'zingizni komandangizga kibrlanadigan bo'lsangiz, u komandangiz ketib qoladi. Va komandam ketib qolmasin, men pulsiz qolib ketmay, meni ishim orqaga ketib qolmasin deb kibrlanmaslik bu negativ motivatsiya. Ya'ni qo'rquv sababli kibrlanmaslikka kiradi. Bu narsa ham plyusga ishlaydi, albatta, bu yaxshi. Qo'rquvni vazifasi yaxshi bu yoqda. Lekin qo'rquvni o'zi bu negativ tuyg'u bo'lganligi uchun bunday motivatsiya bilan uzoqqa bora olmaysiz. Ya'ni baribir insonlar sizni tashlab ketib qolishi mumkin. Baribir kam pul topishingiz mumkin. Chunki ildiz aslida kibrlanmaslikdan ildizi qo'rquv, negativ motivatsiya. Ya'ni minus ustiga qurilyapti kibrlanmaslik, minus ustiga qurilyapti bu sitvoy marketing, minus ustiga qurilyapti bu
insonlar bilan munosabat qilishingiz, siz imtihonlar olishda boshlaysiz o'sha insonlardan. U insonlar sizga kibrlanishi mumkin. U insonlar tomonidan baribir u insonlar sizni tashlab ketib qolishi mumkin. Men kamtar bo'lsangiz ham, men ularga yaxshi gapirsangiz ham qanaqadir imtihonlar kelaveradi, chunki siz qo'rquv sabab ularga yaxshi munosabatda bo'lyapti turadingiz. Ya'ni ildiz qo'rquv edi, ildiz motivatsiya emas edi. Ildiz Alloh roziligiga erishish emas edi. Ana endi ildiz agar pozitiv bo'lsa nima bo'ladi? Ya'ni ildizni qanaqa pozitiv qilib olamiz? Birinchi bo'lib gaplashib olasiz o'zingiz bilan. Yozib chiqasiz. Men nima uchun kibrlanmasligim kerak? Chestni o'zingiz bilan haqqoniy munosabatda bo'lib yozib chiqasiz. Shaxsan men uстановкalarimni kibr bo'yicha yechganimda faqat mana shu qo'rquvlarim kelib chiqqan. Agar men kibrlanadigan bo'lsam, mijozlarim ketib qoladi. Agar men kibrlanadigan bo'lsam, pul topa olmay qolaman. Agar men kibrlanadigan bo'lsam, do'zaxga tushaman. Agar men kibrlanadigan bo'lsam, boyligimdan ayrilib qolaman. Agar men kibrlanadigan bo'lsam, odamlar meni осуждать qilishadi, ya'ni g'iybat qilishadi. Agar men kibrlanadigan bo'lsam, odamlar meni yomon ko'rishadi. Agar men kibrlanadigan bo'lsam, men yaxshi psixolog hisoblanmayman. Mana shunaqa uстановkalar chiqqan va men bularni hammasini transformatsiya qilib chiqqanman Masterkit metodikasi bo'yicha. Agar siz ham o'zingizni kibringiz ustidan aynan Masterkit metodikasi bo'yicha konsepsiyalarni prarabotka qilish bo'yicha ishlamoqchi bo'lsangiz, buning uchun individual konsultatsiyamizga yozilishingiz mumkin bo'ladi. Endi bularni hammasini yechib chiqqanman va rostdan ham kibrlanmayman. Hech kim meni kibrli deb aytmaydi. Hamma meni juda ham kamtar deb aytadi. Juda ham kamtarsiz, kibrli emassiz deyshadi va rostdan ham meni juda ham yaxshi ko'rishadi. Lekin bu narsa ancha azob beradi, og'riq beradi. Chunki qo'rquv tufayli nimadandir voz kechish yoki qo'rquv tufayli o'zingizni kibrli bo'lishdan tiyib turish bu insonni charchatadi. Bu baribir buni oxir oqibatda siz yo qiynalasiz yoki insonlar sizga kibr bilan javob qaytarishadi. Siz yana ularga kamtarlik qilib turaverasiz qo'rqqaningizdan, meni tashlab ketib qolmasin, hozir men bunga kibrlanib qo'ysam deb. Natijada hurmat yo'qoladi. Sizni hurmat qilmay qo'yishadi odamlar. Sizni boshingizga chiqib olishadi odamlar va bundan juda ham azoblanasiz, qiynalasiz. Aslida kibr ma'lum vaqtda kerak, undan foydalanishimiz kerak. Faqat ma'lum vaqtda. Bu qurol, kibr ham bitta qurol, instrument. Uni yomon demasligimiz kerak. Yomon va yaxshiga ajratmasligimiz kerak. Kibr ham juda ham kerakli qurol. Tasavvur qiling, siz xalq bilan ishlaysiz. Xalqning ichida har xil odamlar bo'ladi. Yaxshi, yomon, kibrli, kamtar, farqi yo'q. Juda ham har xil insonlar bo'ladi. Siz shifokorsiz, siz ellikboshsiz, siz o'qituvchisiz, siz sotuvchisiz. Ya'ni xalq bilan ishlaydigan odamsiz, aptekachisiz. Va xalq bilan ishlagan paytingizda har xil insonlar bo'ladi. Ularning ichida ba'zilari kibrli bo'ladi. Bu kibrlilarga yoki shantajchi bo'lishadi yoki yuvoshlarni ustiga minib oladigan insonlar bo'ladi. Yuvoshligidan foydalanadigan insonlar bo'ladi, shantajchilar bo'ladi, manipulyatsiya qiluvchilar bo'ladi. Yuvosh insonni ko'rganda uni haqorat qilishni istaydigan insonlar bo'ladi. Har xil inson bo'ladi xalq orasida. Ana shunday insonlarga siz kibrni qo'llashingiz kerak bo'ladi. Agar bunday insonlarga kibrni qo'llamaydigan bo'lsangiz, siz u ishda ishlay olmaysiz. U ishni tashlab ketib qolasiz. Chunki ko'tara olmaysiz, ularni sizga qilgan yomon muomalasini xafa bo'lib qolasiz. Ko'tara olmaysiz va bu ishni tashlab ketasiz. Sizga kibrlanishyaptimi? Siz ham kibr bilan javob qaytarishga ishingizga to'g'ri keladigan vaziyatlar bo'lib qoladi. Misol uchun shifokorlarda kuzatganman. Ba'zi bir bemorlar o'zlaridan ketib shifokorni ayblab, "Sen aybdorsan, meni bolamga qaramading, meni bolam isitmasi tushmayapti" deb vrach o'zini aybini ham vrachga og'dirmoqchi bo'lib, shantaj qilmoqchi bo'lib, shu orqali nimalargadir manipulyatsiya qilib erishmoqchi bo'lib, misol uchun tekinga davolatib olish va hokazolarga shunaqa behuda janjal qiladigan janjalkashlar topilib qoladi ular ichida va ularga siz kibr bilan seryozni turib qattiq gapirishingiz kerak bo'ladi, majbursiz shuni. Har qanday sohada ham bor bunaqa holat, har qanday sohalarda ham
uchrab turadi. Endi siz bu paytda kibrdan foydalanasiz qurol sifatida. Boshqa paytda siz kibrdan foydalanmay turasiz. Kibrni bir chekkaga qo'yib turasiz. Umumiy holatlarda yaxshi sizga muomala qilib turgan mijozlarga yaxshi muomala qilasiz, kulib turasiz. Xalq bilan ishlaganda ayniqsa tabassum, xushmuomalalik juda ham muhim sifatlar hisoblanadi. Kerak paytda u qurolni olasiz, foydalanasiz, yana qaytib joyiga qo'yib qo'yasiz. Ya'ni bu quroldan ham siz kerakli paytda, kerakli vaqtda, kerakli joyda foydalanishni bilishingiz kerak bo'ladi. Boshqa paytda kamtar bo'lib yurishingiz uchun esa sizga pozitiv motivatsiya juda ham yaxshi yordam beradi. Yuqorida aytib o'tganimdek, pozitiv motivatsiyani eng birinchi holati men Allohning roziligi uchun kamtar inson bo'laman. Kibrlanmayman. Allohning roziligi uchun jannatga kirish uchun. Bu eng birinchi bizni harakatga undovchi pozitiv motivatsiya hisoblanadi. Endi ikkinchi pozitiv motivatsiya. Negativ motivatsiya nima edi? Agar men kibrlansam, insonlar meni yomon ko'rib qoladi degan negativ motivatsiyamizda endi biz pozitivga o'girib olishimiz kerak bo'ladi. Agar men kamtar bo'lsam, insonlar meni sevadi. Agar men kamtar bo'lsam, menga ko'p pullar keladi. Agar men kamtar bo'lsam, odamlar meni yonimda bo'ladi doim. Menga yordam beradi ular. Menga sovg'alar beradi ular. Men tomonga talpinishadi ular. Ya'ni yolg'iz qolaman, meni tashlab ketadi deb emas. Odamlar yonimda bo'ladi. Odamlar meni sevadi. Odamlar menga pul berishadi. Odamlar menga sovg'a berishadi agar men kamtar bo'lsam. Agar men kamtar bo'ladigan bo'lsam, atrofimda do'stlarim ko'p bo'ladi. Agar men kamtar bo'ladigan bo'lsam, hamma men tomonga magnitdek tortiladi. Agar men kamtar bo'ladigan bo'lsam, odamlar menga ham kamtar xushmuomala munosabatda bo'lishadi. Agar men kamtar bo'ladigan bo'lsam, ishlarim yurishadi. Allohning roziligi uchun kamtar bo'lganligim uchun Alloh meni dastimga baraka beradi. Alloh meni turli ne'matlar bilan bu dunyo va u dunyo oxirat ne'matlari bilan siylaydi. Agar men kamtar bo'ladigan bo'lsam, o'zimni yaxshi ko'raman, sevaman. Agar men kamtar bo'ladigan bo'lsam, hayotim go'zal bo'ladi. Agar men kamtar bo'ladigan bo'lsam, insonlar meni oldimda o'zlarini yaxshi his qiladilar. Shuning uchun ham ular men tomonga talpinishadi, shoshilishadi. Agar men kamtar bo'ladigan bo'lsam, o'zimga bo'lgan bahoyim oshadi, samotsenkam oshadi. Agar men kamtar bo'ladigan bo'lsam, xalq meni sevadi, xalq meni duo qiladi. Agar men kamtar bo'ladigan bo'lsam, insonlar mendan ibrat olishadi. Mana bu inson boy bo'lib turib kamtar ekan deyshadi va meni namuna qilib boshqalarga ko'rsatishadi va natijada insonlar men tomonga qarab harakat qilishadi. Men ular uchun liderga, kumirga aylanaman va xalqi farovon yashashiga, xalqni yanada o'zini ustida rivojlanishiga hissa qo'shgan bo'laman. Mana bu endi pozitiv motivatsiya bo'ladi. Endi mana shu sostoyaningiz, holatingizni solishtirib ko'ring-da. Holatingizni solishtirib ko'ring. Negativniy motivatsiya orqali kamtar bo'lganingiz yaxshimi yo pozitivniy motivatsiya orqali kamtar bo'lganingiz yaxshimi? Mana shu jihatlariga albatta e'tibor qarating, fikrlaringizni yozing. Siz qanaqa insonsiz? Ochiq-oydin yozing. Kibrlimisiz, kamtarmisiz? Sizni boshqa insonlar qanaqa deb biladi? Kibrli deb biladimi, kamtar deb biladimi? Siz kibr qurolidan qay darajada to'g'ri foydalanasiz? Foydalanasizmi yoki yo'q? Bu haqda izohlarda qoldiring. Agar konsultatsiyalarimiz, kurslarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, Telegramda Sarafroz Dil akkauntimizga yozing va biz administratorimizga bu haqda kurslarimiz, konsultatsiyalarimiz haqida ma'lumot berishadi. Agar sizga kibr mavzusi qiziq bo'lsa va kibr haqidagi negativ ustanovkalaringizni shaxsiy aynan sizni o'zingizning ong ostingizdagi ustanovkalarni
topmoqchi bo'lsangiz ham konsultatsiyalarimizga murojaat qiling. Agar siz uстановkalarni Masterkard metodikasi bo'yicha yechishni, transformatsiya qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, uстановkalarni yechish deb nomlangan vebinarimiz sotuvda. Narxi 120 ming so'm turadi. Telegramdan yozsangiz, sizga bog'lanamiz, sizga karta raqam tashlab beramiz va siz to'lovni amalga oshirganingizdan so'ng bemalol vebinarni taqdim etamiz. Ko'rib o'zlashtirishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan judayam xursandman, uchrashib turganimdan va agar sizga kanalimiz foydali bo'layotgan bo'lsa, audiolarimiz foydali bo'layotgan bo'lsa, kommentariyada o'zingizni minnatdorchiliklaringizni, o'zingizni fikrlaringizni yozib qoldiring va bu bizga qaytim energiyasi bo'ladi. Ya'ni bizning mehnatlarimiz uchun sizlar tomonidan qaytarilgan energiya bo'ladi va haqqimizga duo qiling. Yana ham yaxshiroq, yana ham foydaliroq audio darsliklar bilan bo'lishaylik. Agar sizga foydali bo'layotgan bo'lsak, e'tiboringiz uchun